Amerika hukumati bugun, ya'ni 9-iyul kuni Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan bostirishlarda asosliq rol olgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo tadbiri e'lon qildi. Bu jazo tadbirlari ayrim holda Amerika Tashqi ishlar ministrligi va Moliya ministrligi tomonidan e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Chen Chengo, Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari Ju Haylun, Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi, qo'shimcha Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining naziri Wang Mingshan qatorliq 3 nafar yuqori darajali Xitoy amaldorini rayondagi kishilik huquqni qattiq dafsanda qilguvchi deb bekitgan. Bu vaqtdagi qarorda yuqori 3 nafar Xitoy amaldori va ularning oila taboatlarining Amerikaga kirishining cheklanganligi bildirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu vaqtdagi bayonotida yuqorilardan sirt yana Uyg'ur elidagi zulmda roli bor deb qaralgan boshqa Xitoy hukumat amaldorlarining Amerikaga kirishini cheklanganligini bildirdi. 9-iyul kuni yana Amerika Moliya ministrligi Chen Chengo, Ju Haylun, Wang Mingshan va Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining partikom sekretari Huo Yujun qatorliq 4 nafar Xitoy amaldorini rayondagi kishilik huquqni dafsanda qilishda roli bor deb bekitdi. Amerika Moliya ministri Steven Mnuchin bu vaqtdagi bayonotida Amerika moliya kuchidan to'liq foydalanib turib, Xinjiang va dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni dafsanda qiluvchilarni javobgarlikka tortishga va'da berdi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning imzosi bilan e'lon qilingan bu vaqtdagi rasmiy bayonotda mundaq deyilgan: Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy Kompartiyasining Xinjiangdagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa oz sonli millatlarga yurgizayotgan kishilik huquq dafsanchiligiga hargiz qarab turmaydi. Amerika bugun Xinjiangdagi dahshatlik va sistemalik dafsanchiliklarga qarshi harakat qo'llandi. Biz Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq va insonlarning erkin yashash huquqi qilgan ziyonkashliklari haqidagi andishimizga o'rtoqlashadigan barliq davlatlarni biz bilan birlikda Xitoy hukumatining bu razil qilmishlarini ayblashga chaqiramiz. Yuqorqi bu qaror Uyg'ur masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan va haqqoniyatni qo'llovchi dunyodagi barliq kishilarni hamda Uyg'ur jamoatchilikni suyundirdi.